Sizlar bilan bugun biz C# dasturlash tili yordamida dastur yaratish va dastur yaratish uchun to'g'ri shablon tanlash haqida gaplashamiz. Dastlab C# dasturlash tili yordamida qanday dasturlar tuzish mumkin? Mana shuni ko'rib chiqsak. Odatda bu til orqali siz web dasturlar yaratishingiz mumkin qandaydir. Yoki Linux operatsion tizimida ishlaydigan dasturlar yozishingiz mumkin. Yoki iPhone telefonlarda ishlovchi dastur yozishingiz mumkin yoki Android telefonlar uchun dastur yozishingiz mumkin. Va siz C# dasturlash tili yordamida kompyuterga programma ham yozishingiz mumkin ekan. Ya'ni Windows operatsion tizimida ishlovchi dasturli ta'minot. Odatda kompyuterga приложение, ya'ni ilova yaratish jarayonida ikkita turdan foydalanamiz. Birinchisi konsol tipida, ya'ni non-grafik va ikkinchisi grafik bo'lgan desktop tipidagi dasturlar. Bu ikkita tip ikkalasi ham Windows uchun, ya'ni kompyuter uchun. Endi bu ikkita tip ikkalasi ham kompyuterda ishlasa, qanday bir-biridan farqi bor? Shunga to'xtalamiz. Dastlab dastur bir desktop bilan tanishamiz. Loyiha fayllari ko'rayotgan bo'lsangiz, .cs kengaytmali fayllar bu C# fayllar hisoblanadi va mana shu fayllar ichida dastur kodlari saqlanadi. Ya'ni dastur bir desktopda biroz fayllar ko'p bo'ladi va shu bilan birgalikda odatda bin papkasining ichida ishlovchi dastur yaratilgan bo'ladi. Misol uchun dastur bir desktop.exe. .exe bu kompyuterda 2 marta klik qilgan, ya'ni sichqonchaning chap tugmasi bilan bosilganda ishlab ketuvchi dasturlar. Xuddi biz ishlatadigan Word, Paint, qanaqadir o'yinlar va shunga o'xshash dasturlar hisoblanadi. Dastur bir desktop.exe faylini ustiga 2 marta chertadigan bo'lsam, mana dastur mana shu holatda ko'rinadi ekan foydalanuvchiga, ya'ni grafik holatda sichqoncha bilan ishlashingiz mumkin, klaviatura bilan, qanaqadir rasmlar, videolardan iborat bo'lishi mumkin. Umuman olganda grafik, ya'ni hayotiy biz ishlatadigan dasturlar. Sizga ko'rsatgan dastur masofani, ya'ni avtomobilda bosib o'tgan yo'lini topuvchi dastur hisoblanib, sizdan tezlikni va vaqtni so'raydi va ikkalasini kiritsangiz sizga yo'lni hisoblab beradi. Misol uchun avtomobil 30 km/soat tezlik bilan harakatlanayotgan bo'lsin. 2 soatda qancha yo'l bosib o'tadi? Shuni topib beruvchi dastur. Yo'lni hisoblash degan tugmamiz bor va bu tugmani bossak, bizga avtomobil 2 soatda 30 km/soat tezlik bilan 60 km yo'l bosib o'tadi deyapti. Ya'ni masofa, ya'ni 60 ekanligini hisoblab beryapti. Mana shu ko'rayotgan ko'rinishingiz, ya'ni desktop tipidagi dasturlar hisoblanadi. Ikkinchi tipga qaytadigan bo'lsak, ya'ni bu ham kompyuter dasturi, dastur bir konsol. Faqat nimasi bilan farq qiladi? Keling buni ishlatib ko'ramiz. Sezayotgan bo'lsangiz, konsol tipidagi dasturlarda fayl kamroq bo'ladi iloji boricha, ya'ni desktop tipidagi dasturlarga nisbatan va bunda ham bin papkasining ichida ishlovchi fayllar turadi. Dastur bir konsol.exe, ya'ni ishlovchi, sichqonchani chap tugmasi bilan 2 marta chertsam ishlab ketadigan dastur. Qani ishlatib ko'ramiz. Ishlatib ko'radigan bo'lsam, sezayotgan bo'lsangiz, qora ekran chiqyapti. Mana shu qora ekranning nomi konsol deb ataymiz. Ya'ni bundan keyin konsol haqida gap ketayotgan bo'lsa, bilingki, mana shu qora ekran haqida gap ketyapti. Ko'rinishda rasm yo'q, video yo'q, sichqonchani ishlata olmaysiz. Faqatgina klaviaturadan ma'lumotlarni kiritasiz va oxirida enter klavishini bosasiz. Ma'lumot chiqarayotganda ham sizga faqatgina matn ko'rinishida chiqarib bera oladi xolos. Boshqa holatda imkonsiz. Ya'ni ushbu dastur S teng VT formulasi yordamida masofani topuvchi dasturning konsol varianti ekan. Ya'ni boyagisi desktop bo'lsa, bu konsol. Tezlik. Faraz qilaylik 30 km/soat tezlik bilan harakatlanyapti. Tabiiyki yozdim klaviaturada, yozgandan so'ng enter klavishini bosishim shart. Vaqt soatda. Keling 2 soat va enter klavishini bosaman. Avtomobil 2 soat davomida 30 km/soat tezlik bilan 60 km yo'l bosib o'tadi ekan. Ya'ni bu ham hisoblayapti natijani 60 ekanligini aniqlab beryapti. Ammo ko'rayotganingizdek foydalanuvchi bilan muloqot qilish jarayoni ikki xil. Konsol tipida mana bu qora ekranda faqat klaviatura bilan, desktop tipida esa iloji boricha grafikroq, ya'ni biz hayotiy ko'p ishlatadigan dasturlar kabi. Endi ilova qurayotganda dastlab mana bu ikkita tipdan foydalanamiz, keyinchalik mana bularga ham to'xtalishimiz mumkin.
Endi desktop bilan konsol qaysi biridan boshlagan ma'qulroq? Bu ikkita tipdan qaysi biridan boshlaymiz? Dastur 1 konsoldan boshlaymiz. Nima uchun dastur 1 konsol? Chunki konsol dasturlar, ya'ni qora ekranda ishlovchi dasturlar sizdan kamroq bilim talab qiladi. Bu birinchidan. Ikkinchidan, oshiqcha komponentlarni boshqaruvni talab qilmaydi. Bu esa sizga dasturlashni mohiyatini o'rganish uchun eng qulay yo'l. Dastur 1 konsol yordamida, ya'ni konsol tipidagi dasturlar bilan ishlashni o'rganganimizdan so'ng desktop tipidagi dasturlar bilan ishlashga o'tsak ma'qulroq bo'ladi. Nega? Chunki asosiy bazaviy fundamental bilimlarni egallab bo'lgandan so'ng buni egallab ketish jarayoni osonroq kechadi. Dastur 1 konsol va dastur 1 desktop tipidagi dasturlarni qanday yarataman? Keling, mana shunga to'xtalamiz. Visual Studio Insider dasturini yuklab olgan edik. Ushbu dasturga kiradigan bo'lsam, ko'rayotgan bo'lsangiz aytayaptiki, eng oxirgi yaratgan dasturlaringizni ochib beraymi? Yo'q. Men yangi loyiha yaratmoqchiman, ya'ni Create a new project bandini tanlayman va mana shu yerdan shablon tanlang deyapti. Ya'ni mana bu holatga kelib qoldik. Qaysi biridagi tipda? Webkami, Linuxkami, iOSkami, Androidkami, konsolmi, desktopmi? Men aytishim kerak mana shu joyda. Men hozir C# dasturlash tilida kod yozmoqchiman va bu kodim qaysi platformada ishlasin? Androiddami, iOSdami, Linuxdami, macOS, tvOS, Windows, Xbox. Men aytaman Windows operatsion tizimida, ya'ni biz ishlatayotgan kompyuterlarda ishlasin. Visual Studio Insider aytayaptiki, mana shuncha shablon bor. Agarda siz C# dasturlash tili yordamida Windowsga programma qilmoqchi bo'lsangiz, endi tanlashim kerak dasturning tipi. Ya'ni desktop bo'lsinmi, ya'ni biz ko'rsatgan mana bu yerdagi tipdagi dastur bo'lsinmi yoki boshqacharoq. Tak, o'yinlar, qanaqadir kutubxonalar, machine learning, mobile, Office dasturlariga integratsiya bo'ladigan kutubxonalar yoki qanaqadir servislar bo'lsin. Men aytaman mana shu joydan yo desktop bo'lsin yoki konsol tipidan tanlashing kerak. Agar siz konsol tipidan tanlasangiz, sizga ikkita variant beryapti, bor yo'g'i. Birinchisi konsol app, ya'ni biz ishlatadigan, va ikkinchisi konsol appning eskiroq .NET framework versiyasi. Men tanlayman konsol appni o'zini, ya'ni yangi versiyasini. Agarda desktopni tanlaydigan bo'lsam, menga ko'proq shablon beryapti. Bu shablonlardan qaysi birini tanlashim kerak? Odatda men Windows Forms app va Windows Forms app.net framework tanlashim kerak. .NET framework bu sal eskiroq versiyasi. Windows Forms app esa sal yangiroq versiyasi. Keling, bunga keyinchalik to'xtalamiz. Hozircha biz faqatgina konsol tipini tanlayman. Va konsolda ham konsol app .NET framework qaus ichida bo'lmagan holatdagi shablonni tanlayman. Va next klavishini bosaman va menga dasturga nom qo'ying deyapti. Dastur 2 deb nomlaymiz va next tugmasini bosamiz. Demak, C# dasturlash tili yordamida Windows operatsion tizimi uchun konsol tipidagi dastur shablonidan foydalanib o'zimning yangi dasturimni tuzishim mumkin ekan.